Hurmatli do'stlar, Pomid klinikamizda asosiy ishchilaridan nima desam ekan, mana shu o'ng qo'l chap qo'lim deganda eng asosiy ishchilardan Bahodir Navruzov. Bu kishi bizda anesteziolog ham reanimatologimizda. Ya'ni bir paytda o'zida ham narkoz beradi, ham operatsiyadan keyingi holatda patsientlarga qaraydi. Men bu kishini nima uchun hurmat qilaman? Nihoyatda bilimli, yaxshi o'qigan, institutlarda ham kursdoshlarga aytadi Bahodir zo'r deb kimga aytsak Navruzov Bahodir desam zo'r anesteziolog olgansiz deydi. Chunki bizlarda rinoplastika shunaqangi bizga keladigan patsientlarimizni 80% chet elliklar. Bahodir ular nihoyatda e'tibor beradi. Shu oxirgi payt to'g'risini aytay, har xil voqealar eshitadi odamlar shu narkozda unday bo'laymish, narkozda bunday bo'laymish deb. Shuning uchun Bahodirjon menga aytadi, Faxriddin aka bitta ish qilaylik dedi. Ozgina qimmatga tushasiz. Ras haliga qilasizmi? Mana shu eng oxirgi pokolenda apparatlarni olaylik. O'sha Karl Storch yoki Mendeley bo'lsa ham o'sha ichida kapnograflari bor. O'sha agar organizmda biror narsa bo'lsa 3-4 minut oldin xabar beradigan, chiyillab o'zi xabar berishni boshlaydi. Xudoga shukr, hali bizga kapno bir martagina shunaqa bo'ldi. Bir marta kapnograf xabar berdi. Patsientga zlokачественная gipotermiya deydi, temperatura oshib ketishi boshlandi deydi. Birdan Bahodir uni yo'lini oldi, boshqa qildi. Bir marta shunaqa bo'ldi. No patsientga boshqa zarari yo'q, albatta apparatda gap ko'p. Shuning uchun ozgina bu narsalarga Bahodirjon injiqlik qildidagi eng zo'r apparatlarni mayli 100 ming, 200 ming dollar ketsa ham zato ularni oldik. Zato patsientlar shunchalik xursandki, sizda anesteziologingiz zo'r. Mana operatsiyadan keyin 5 minutdan keyin mana o'z holimga kelib boshim og'rigan yo'q, ko'nglim ham aynigan yo'q. Mana ming marta rahmat bering. Siz ham ayting-da, bitta men emas, bitta Faxriddin aka ham zo'r apparat olib berib ayting-da. Albatta Faxriddin aka rahmat sizga kattakon. Mana shu anesteziologik slujbani tashkillashtirdi. Sizning rolingiz juda katta. Haqiqatan aytganidek, Germaniyani Drager firmasiga tegishli o'sha asbob uskunalarni eng zamonaviyini olib berdi. Rahmat sizga. Shuni natijasida biza ko'p bemorlarni o'sha monitoring qilishdi. Ya'ni operatsiya paytida ularni yurak urishi, puls oksimetriyasini va qondagi gaz miqdorini doimiy kuzatishimiz sababli ko'pgina noxush holatlarni oldini olgan bo'lamiz. Gaz deganingiz o'sha kislorodmi yoki sevofluran gazdimi? Yo'q, gaz deganimizda avvalambor bu o'sha kislorod, qonda kislorodni to'yinish darajasi. Bu bir. Ikkinchidan SO2 deymiz, karbonat angidrid. Bizlar nafas olishimizda kisli gaz, nafas olgan paytimizda kislorod bilan nafas olamiz va nafas chiqargan paytda o'sha karbonat angidridni tashqariga chiqaramiz. Bundan tashqari o'sha gaz sevofluran yoki izofluran ishlatamiz va narkoz paytida o'sha gazlarni tarkibini qancha bemorga beramiz va qancha u ajratib chiqaradi. Bu juda nihoyatda muhim ko'rsatkich hisoblanadi, chunki nimaga? Har bitta berilgan dozasi aniq tiniq ko'rinadi monitorda. Agar monitorda o'sha narsa bo'lmasa, boyagi isparitilda qanaqadir bizlar miqdor qo'yishimiz mumkin, lekin u qanchalik darajada ketayotgani kasalga biz bilmaymiz. Uni apparat aniqlab o'zi aniqlab o'sha ko'rsatkichlarni hammasini beradi. Hatto bizda yana bitta apparatimiz bor, o'sha MAC deymiz, minimal alveolarning konsentratsiya degan ko'rsatkich bor bizda, bizning tilda. O'sha narsalargacha ko'rsatadi. Biz o'shanga Bahodir bitta narsada shu bitta ikkita patsientlarimiz aytadi-da, men avval rinoplastika boshqa joyda qildirgan edim. Mana sizda ikkinchi marta qilyapman. Mana qovog'imdan oldingiz operatsiya cho'zilib ketdi. 3-4 soat lekin operatsiyadan keyin mana ko'nglim ham aynigan yo'q, boshim og'rigan, o'zim yaxshi his qilyapman. Avvalgi operatsiya qilgan joyimda boshqa klinikada men 4-5 soat o'zimga kelmay, kechqurun o'zimga kelib, keyin gaplashishni boshlaganman deydi. Nima sababi nima? Endi avvalambor Faxriddin aka boyagi ishlatilgan doriga juda katta ahamiyati bor. Bilamizda monitoring anestetik ishlatganmi yoki gaz va anestetik ishlatganmi? Gaz va anestetik ham o'zini farqi bor. Masalan, o'sha izofluran deymiz yoki sevofluran. Izofluran bo'li eskiroq pokolendagi anestetik hisoblanadi va uni organizmdan chiqib ketish nimasi vaqti uzoqroq. O'sha uchun bemor uyquchan bo'ladi, lanch bo'ladi operatsiyadan keyin. Sevofluranda juda tez uyg'onadi. Mana o'zim guvohi bo'lgansiz, bir necha marta operatsiya tugashi bilan biz gazni yopamiz, bemor 5-10 minutdan keyin hushiga kela boshlaydi. O'zi katalkaga o'zi o'taman deydi. O'zi o'tadi-da. Mana shu qadrdonlar bitta narsani aytay. Bahodirjon menga aytdi, nima bo'lsa sevofluranni ishlataylik, chunki sevofluran organizmga deyarli zarari yo'q.
deyarli zarari yo'qmi, umuman zarari yo'qmi? Endi deyarli zarari yo'q preparat o'zi bo'lmasa kerak. Ha. Faxrni aka, minimal zarari bor, lekin u shunchaki registratsiya qilinmaydigan darajada kam bo'lgani uchun uni sevoflorani shunaqa nima qilishadi. O'sha uchun ham bu dori preparatimiz sal qimmatroq. Boshqa preparatlarga nisbatan sal Mana shu bir xil aytadi-da, operatsiyangiz narxi 1-2 so'm qimmatroq boshqalarga qaraganda deydi, chunki nega bahodir sababi o'sha qimmat gazda ishlatamiz, lekin u puliga arziydi. Endi bu shu uchun $50, $100 farq qiladi. Zato organizmga zarari yo'q. Bir dona sochi ham to'kilmaydi, boshi og'rimaydi, o'zini yaxshi qilib, o'zi kechqurun qarasak, o'zi aylanib yurgan bo'ladi. Bu narsa. Endi bahodir bitta savolimda. Mana men yaqinda kitob yozdim, rinoplastika tarixi. Bundan 2000 yil avval ham o'sha Hindistonlarda o'sha rinoplastikani ba'zi bir elementlari qilingan. Bu bir. Ikkinchidan, ko'p urushlar bo'lgan. Urushlarda endi birov qulog'i kesiladi, birov qo'li kesiladi, boshqa tomchisi, burni kesiladi, boshqa. O'sha paytida qanaqadir operatsiyalar qilingan. Keyin o'rta asrlarda asosan Italiya, Germaniya, Ispaniya o'sha tomonlarda o'sha yana ham sekin rinoplastika boshlangan, sababda o'sha jangda boshqalarda burni kesilib qolgan, boshqa bo'lgan yoki o'sha boyvachchalar ham avvallari o'sha shohni bir ma'lum bir avlodlari bo'lsa ham jangga qatnashgan, lekin ularni keyin davolash kerak, boshqa shu paytda rinoplastika qilishga to'g'ri kelganda. Nima deb o'ylaysiz o'sha paytida ular qanaqa u payt narkoz bo'lmagan? Drayger bo'lmagan, indiri bo'lmagan, lekin o'sha paytida o'sha operatsiya qilish uchun ular qanday og'riqlantirish uchun nimadan foydalangan? Haqiqatan to'g'ri ma'lumot aytdingiz Faxrni aka. Qadimgi o'sha Hindiston davlatida yoki qadimgi Yunon, Rim davlatlarida ham azaldan o'sha urushda yoki odamlar ov jarayonida qanaqadir jarohat olganda o'shani keyin og'riqlantirish yo'lini qidirishgan. O'sha paytda oddiy o'sha o'simliklar, opiy saqlovchi o'simliklarni har xil barglaridan yoki ularning efir moylarini olib hidlatib yoki yondirib anaqa qilib o'shanaqa metodlar bilan og'riqlantirish qilingan. Keyinchalik nasha chaqtirganda may va sharoblar ichirib ham og'riqlantirish qilingan. Hatto urushlarda shunaqangi holatlar bo'lganki, bo'g'ib, haqiqatan bu narsa fakt yozilgan, bo'g'ib ustidan ketkizib keyin aniqa qilingan o'sha muolajanisini. Boshiga urib ham qilganmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Mif. Bu mif. Lekin o'sha paytda og'riqlantirish qolgan-u, lekin davleniya tushirilmagan. Qonavergan baribir. Endi haqiqatan u narsalar bo'lmagan, texnologiya bo'lmagan, u faqatgina yengillashtirish. Qarang, mana shu umuman mana shu narkoz. Mana shu narkoz asosan nechinchi yillardan boshlangan? O'sha boshlanganda nima efirmi yoki nimalardan foydalanilgan? Endi zamonaviy anesteziyaga keladigan bo'lsak, o'sha 1846-yilda 16-oktyabr kuni Amerikaning Boston shtatida ikkita olim birinchi marta efir narkozini operatsiyada bir nechta olimlarni aniqsa auditoriyada pokazatelni qilib ko'rsatishgan, olib borgan. O'shandan keyin o'sha zamonaviy anesteziyani 16-oktyabr anesteziya kuni deb belgilangan. Zakisazot deymiz, kuldiruvchi gaz yoki veselashchi gaz deydi anaqada. U biroz oldinroqda nima qilingan, sintez qilingan, lekin u keng qo'llanilmaganda u paytda. Zakisazot ishlatilgan-ku. U oldinroq ishlatilgan, lekin ommaga keyin tarqalgan. Birinchi efir narkoz birinchi 19-asrning oxirida aytyapsiz. Masalan, 20-asr mana shu urush paytlari, urushdan keyin paytlari nima narkozlar ishlatilgan? Именно o'sha 1846-yildan efir narkozidan keyin o'zi anesteziologiyaga e'tibor berish boshlangan. Operatsiya payti katta qorin bo'shlig'ida yoki boshqa yurak, boshqa sohasidagi operatsiyalarni og'riqlantirish, keyinchalik o'sha o'pka sun'iy ventilyatsiyasi amalga oshirishga talab bo'lganda rivojlanib zamonaviy hozirgi o'sha dorilar ishlab chiqarilgan. Undan keyin o'sha ketaminlar, dipirivan deymiz, propofol dori vositalari ishlab chiqilgan. Keyin o'sha sibazon, valium, dormicum shunaqa dorilar 1969-yildan buyog'iga aytganimizda galogen sodержащий preparatlar birinchi nimasi galatan deydi yoki taratan. O'sha dori ishlab chiqilgan, keyin o'sha izoflora
sevofluran, desfluran. Patsient mana shu patsientlarga bir narsa qiziq. Xo'p, narkoz biz beramiz. Og'izdan o'sha intubotsion narkoz degani o'sha traxeyaga olib kelamizda, avtomatik bemor uxlatiladida, bizlar apparat orqali sun'iy nafas davom ettiriladi. Shunga ko'p patsientlar savol beradi. Qachon biz og'zimizga maska qo'yib shunaqa qilasiz? Shuning uchun bitta narsa e'tibor beringlar. Birinchi, venani ichiga profol yoki propofol degan u uyquni keltiradigan Anestetik. Tomir ichi anestetik hisoblanadi u ham. Yo'q, birdan oliga birdan uxlab qoladi-yu. Uxlaydi. Anestetik xushsizlantirish deydi. Ha, u anestetik. Og'riqsizlantiruvchi bu sevofluran. Yo'q, og'riqsizlantiruvchi bu narkotik kanalga yetdik deydi. Bizani klinikamizda yo'shi keng qo'llanilgan fentanyl degan dori vosita ishlatiladi. Bu ham qisqa ta'sir qiluvchi narkotik kanalga yetiklardan biri hisoblanadi. Organizmdan tez chiqib ketadi. Boyagi bizani klinikamizda vashi anesteziya nima uchun beriladi? Anesteziya bemorga komfort sharoit yaratish, ya'ni ham xirurg o'sha operatsiya amaliyotini yaxshi, toza bajarish uchun hamda bemorga komfort sharoit yaratish. Uni hech narsa sezmaslikka. Mana shu narsani ko'plar aytadi-da, shu narkozsiz iloji yo'qmi deb. Bitta narsani e'tibor beringlar. Narkoz bu komfort. Narkoz bu patsient uchun ham yaxshi, chunki narkozda hech qanaqa og'rimaydi. Mana esimda bor, shu bizlar mana shu 2000-yillar, 90-yillarda operatsiya qilganimizda местная anesteziya deyiladi. O'sha navokain, o'shalar bilan bizlar o'sha burun qishilliq pardasiga dori yuborib, местная o'sha paytda o'sha suyaklarda sindirish bo'ladimi, tog'ay ketish bo'ladimi, patsient uni bilib yotardi. U nervist qilardi. Nervist qilgandan keyin davleniya oshib ketardi. Keyin burun qonab ketadi. Nima uchun? Juda ko'plar keladi, yoshligimda operatsiya bo'lgan, og'ruvdi, qimirlavdim, keyin teshilib qolibdi, boshqa. Shuning uchun og'aylar narkozda naproslar to'g'ri qabul qilinglar. Narkoz bu patsient uchun komfort. Qonsiz bo'ladi. Mana bizlar Bahodirjon bizlarga o'sha patsient narkoz beradi. 5 minut, 10 minut ichida 120 ga 80 bo'lgan patsiyentning davleniyasi, u qon bosimi 80 ga 60 bo'lib qoladi, 55 bo'lib qoladi. Shuning uchun mayda qon tomirlarida, kapillyarlarda qon aylanishi sekinlashgan hisobiga bizlar operatsiyamiz deyarli qonsiz davom etadi. Mana shuning uchun men o'ylayman, narkoz bu patsient uchun komfort. Albatta. Sog' bo'ling Bahodirjon. Rahmat. Sog' bo'lingiz. Rahmat. Sizga katta rahmat. Yana boyaga aytganingizga yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Imенно davleniya tushirish masalasida bemorlarni исходный давление deymiz. Oldin komfortni o'zini davleniyasi qanaqa bo'lsa, o'shandan 30% gacha biz tushirishimiz mumkin. Protokolda shunaqa yozilgan. Undan pastga tushirmaymiz. Buyrak yetishmovchilik boshqa. Hozirgi aytilgandek zamonaviy asbob uskunalarimiz, apparaturamiz shu narsani bizga qilishga yordam beradi. Shu narsa bizni doimiy kontrol qilamiz. Farqligi ish davomida hech bir gaplashishga, anaqa qilishga bemalol vaqtimiz bo'lmaydi. Har doim siz ham ish bilanman, biz ham ish bilan. Bir ikkita so'raydigan bir savollarim bor, o'zim uchun qiziq. Doimiy ish bilan chalg'iysiz, oilaga vaqt ajratish, bolalarning tarbiyasi qanaqa bo'ladi? Ayniqsa mana sizda Hasan Husan egizak farzandlar bor. Mana shu o'g'il bolalarning tarbiyasi, qiz bolalarning tarbiyasi shu haqida bir ozgina maslahat bersangiz. Endi bu temadan boshqa savol bo'lib ketdi, mayli uni ham javob beraveramiz. Endi bunaqa Bahodir, men birinchi o'rinda shu o'zimda Xudo rahmat qilsin otam bundan 22 yil avval qazo qildi. U kishi men uchun ideal hisoblanardi. U kishi menga Faxriddin unaqa qilma, bunaqa qilma, sen bunday bo'lishing kerak, sen bunday bo'lishing kerak, katta bo'lsang sen menga qarashing kerak degan gaplar umuman hech qachon aytmagan. Va doim menga otam erkinlik bergan. Zo'r bo'ladi Faxriddin. Молодец deb qo'yardi-da. Necha baho olyapsan, maktabga boryapsanmi yo'qmi? Umuman u savollar bermasdi. Bermaganligi uchun men o'zimda yetgan javoblar katta bo'lardi. Keyin otam 5 baho olib keldim. Bu buni ham 5 bilan tugaladim, bu bilan 5 bilan, butun maktabni 5 bilan tugaladim. 6 medal oldinsa, ana zo'r. Bo'ldi. Unaqangi maqtalib yotmasin, lekin urushib ham boshqa narsa qilib yotmasdi. Shu otamning tarbiyasini ozgina zamonaviylashtirgan holatda, lekin asosida shu Xudo rahmati otamda, onamda tarbiyasi yotadi.
Onamdan olgan narsam, onam soddadil, maktabda yaxshi o'qishga bora olmagan, onasi mazal bo'lmaganligi uchun boshqa, lekin onam soddadil, lekin mard ayol. Onam hoji ona uzoq umr ko'rsin, hozir 74 ga kirsa ham kostyumasini tetik yaxshi. Shu hazilkash, dangal shu bitta ikkita hazil-huzullarni shu onamdan tortgan bo'lishi mumkin-da. Lekin ko'proq mana shu otamdan olgan tayyorman. Xuddi shu narsani o'zim bolalarim. Masalan, bir xillar judayam qiz bolani ko'p tergab oladi-da. Shu oq yuvib, oq tarab egasiga esonaman berib yuboray, bir gap so'z chiqmasin deb qo'rqib haligi qizni shu to 18 yosh, 20 yoshgacha qizni charchatib tashlaydi. Ha, bolam kelyapsanmi? Darsga kelganimi? Yo'ldamisan? Qaysi avtobusga minding? Qaysi metroga minding? Qachon kelasan? Boshqa. Bir kunning o'zida qizlarga hozirgi ota-onalar kamida 5 marta yoki 10 marta telefon qiladi. Men biron marta 3 ta qizimga telefon qilmagan ekanman. O'zlari aytadi, "Dada, hech kim telefon qilib boshqasiga so'rab boshqasi qilmagansiz, boshqa." Chunki qizlarim deyman, sizlarda katta baxtlaring bor. Otani ishonchi bor. Shuning uchun o'zlariga ehtiyot bo'linglar. Agar mabodo yaxshi o'qisalaring, minusga kirasizlar. O'qimasalaring ham tikuvchi bo'lasizlar. Ovqat yaxshi pishirish shu eng yaxshisi, asosiy yaxshi inson bo'linglar bo'ldi. Shuning uchun bolalarim o'zlariga men ularga motivatsiya berib qo'yganman. Lekin psixologiyaga o'ynash kerak. Hasan Husanlar, egizakda katta qilishdek qiyin narsa yo'q deb o'ylayman, lekin uni men yaxshilikka olganman. 3 ta qizdan keyin menda o'g'il bo'lmaydi endi deganda, mana o'g'il Xudo to'xtab turib, "Hali senga o'g'illar beraman" deb Alloh taolo shunaqa menga shunaqa bir tuhfa qildi-da. Hasan Husan o'g'ildek bitta tuxum xo'jaylar, endi siz doktorsiz bilasiz, shuning uchun hamma xromosom, hamma belgilar bitta tuxum xo'jaylar bo'lgani uchun bir xil belgilar. Shuning uchun ikkalasining bo'yi, basti, boshqa qulog'ini qishish hammasi bir xil. Xarakteri ham pachti bir xil. Ichida shayton o'ynab turadi. Bir kun Hasan yaxshi, ikkinchi kun yo'q, Husan bunaqa yoki teskarisi. Ikkalasi juda ko'p urush qilib, janjal qilib katta bo'lardi. Shu biron marta urush qilmanglar, demasdi. Mayli dedi. Shu bir-birini pishib, urib, so'kib, suyaklari, bo'g'imlari, muskullari baqolib katta bo'lsin. Bir-biriga gapirishni o'rgansin. Hozir urush paytida ham adashmay cho'tti qilib gapirishni o'rgansin. Yoki urush qilayotgan paytida qanaqangi texnikalar ag'darish mumkin, boshqa qilish mumkin. Nima? Mana shular o'rgansin deb ataylab indamay qo'yadi bu narsaga. Lekin ularga ham shunaqa psixologiyasi o'ynaydi. Agar mabodo yaxshi o'qisalaring, u ne обязательно zo'r o'qisalaring, agar mabodo ko'ngillariga Xudo Allohning o'qishini asosida yaxshi o'qisalaring, balkim institutga kirasizlar. Agar kirolmay qolsalaring ham yaxshi inson. Masalan, yaxshi elektrik bo'lsalaring ham bola chaqangni boqasizlar. Lekin hech qachon Hasan Husanlarga ham katta bo'lsalaring, zo'r odam bo'lishlaring kerak, pullaring ko'p bo'lsin. Keksalarimizga qaraysizlar deb aytmayman. Bunda hozirgacha bundan keyin aytmayman. Chunki men otam menga shunaqa demagani uchun otamga o'zim surpriz qilib kelaverardi. Endi Hasan Husanlar ham o'zlaricha surpriz qiladi-da. Biz Londonga o'zlari Chikagada o'qib turib, Londonga nimagadir yutdi, grantni o'sha joyga 1-2 oy o'qiymiz deydi. Hozir endi Chikagada turib, qanaqadir qanaqa fanlar bor ekan, meditsina uchun kerak bo'lgan o'sha Washington Seattle nima o'sha shahrida nimagadir yutibdi grantni, o'sha joyda hozir yozgi sessiyaga keladi. Endi o'zlaricha malades zo'r deb qo'yaman, bu ortiqcha rag'batlantirish ham yo'q, lekin biron marta bolalarni urishmayman. Masalan, hozir musofirda yurasizlar, bir xil aytishim mumkin, musofirda yurasizlar, ehtiyot bo'linglar, har xil odamlar bor, sizlarga bir ovqat beradi, ichiga zahar solib beradi, bunaqa qo'rqib tashlamaslik kerak. O'zlari biladi, o'zlari o'rganadi, o'zlari xato qiladi. Darsga kechikib boradi, haqqiga bir ikkita referat tayyorlash kerak, o'qish kerak, boshqa qilish kerak. Ularga men indamayman. Eng asosiysi o'sha aytaman, Hasan, sizlar bitta baxtlaring, ishonch bor, otani ishonch. Sog'liklar eng asosiysi mard bo'linglar. Biron marta meni aldaganimni ko'rlaringmi bolalarim? Yo telefonda, yo bir kishini, yo ko'chada, boshqada. Bu aytamanki, sizlar baxtlisizlar. Yolg'on gapirmaydigan otalaring bor. Mol sizlarga ham qullaringizni so'rab ko'ringlar. Yolg'on gapirmaslik qiyin. Hozirgi zamonda sal aferistlar ko'p. Hozirgi zamonda qilasiz. Lekin oxir oqibatda to'g'ri so'z mard inson baribir yutib chiqadi.
bu doktor bo'larsan yo mashina haydarsan yoki elektrik bo'larsan nima hamma narsadan ish tursin pul topib boshqa eng asosiy mard bo'lib inson dunyoga kelib ketgancha degan narsa mana shunga o'xshagan narsalarni qilaman. Shuning uchun o'ylaymanki bola chaqa deb bir qilar men boqolmayapman, mamlakat qilmayapman, tarbiya berolmayapman, isi yo'qlik qilyapti, u butun nervist qilib boshqa qilib keyin hali bolalar aqlli hozir. Ular internetga kiradi, boshqa ular o'zicha aqlli. Internetga kirsin, ayam dadam aqlli ekan deydi. Lekin hozir ular aqlli. Shuning uchun ularga shu motivatsiyani berib qo'yganingiz ma'qulroq. Chin maslahatdan ko'ra. Chunki maslahatingiz ularning oldida juda sodda bo'lib qoladi sizning maslahatingiz. Inshaalloh. Rahmat Faxriddin aka. Sog' bo'ling Bahodir. Xursandman siz bilan birga ishlayotganimizni. Siz xohlaysizmi? Yo'q, sizdan albatta biz har doim har kuni motivatsiya olamiz. Rahmat sizga. Bashtaqa kuch-quvvat, g'ayrat sizdan hech qachon tark etmasin. Men boya Akromga aytdimda, men bolalarimni oldida, nevaralarimni oldida, xudo xolasa evaralarim bo'lsin, ularni oldida uzoq umr ko'rishga mas'ulman. U uchun men sog'lig'imga qarashib, har kuni ertalab ozgina trenirovkamni qilib, ozgina dietachaga e'tibor berib, boshqa narsa qilib, nima deydi, ko'ngilni faqat yaxshilikni o'ylab, boshqa narsa qilib, uzoq umr ko'rishim kerak. Ana unda xudo xolasa bizlar uzoq birga ishlaymiz. Bu Fomid klinikasi Bahodirjon, ishoninglar, men o'zim uchun qilgan. Yarim kasaga ovqatga qonun qo'yadi. Lekin bu Fomid klinikasi hammamizniki. Ertaga yaxshi talantli doktorlar ketsin. Agar farzandlaring doktor bo'lsa, marhamat, birga ishlab shuni davom ettirib ketish kerak. Bu xalqqa xizmat qilish kerak. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat. Assalomu alaykum.